do'stlar bugun ichaman, osmonlarda balki uchaman. Aka keling, nima xizmat? Ukam, assalomu alaykum. 100 gram qurit. Aka bizda spirtli ichimliklar yo'g'i, kayfiyat ko'taradigan choy bor. Shunda damlab beraymi, nima deysiz? Kayf qildiradimi yoki kayfiyatni ko'taradimi? Xullas, o'sha choyingdan ber. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Неужели? Tepdi. Yomon tepdi. Kayfimni tarqab bordi. Bu qanaqa choy o'zi? Bu choy tabiiy giyohlardan olingan bo'lib, kayfiyatni 100% ga ko'taradi. Charchoqqa oladigan choyda, aka. To'xtang ukam. Men mast bo'lganda qayerga kelib qoldi? Siz Sergach City'dagi Surofayz marketida turibsiz aka. Shunaqami? To'xtang. Ha? Mana orqadagi nima bu? Samolyotdan sakraydigan parashyutmi? Aka zamona orqa qo'rqitsiz va dastavka xizmati tergachi bo'yicha. Ha, hammasini esladim. Aziz do'stlar, sizlar ham Suxrob marketga tashrif buyuring va kayfiyat choydan iching va menga o'xshab kayfingiz sarqab 7-osmonga uching.